بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين الله سبحانه جل وتعالى بعدد حمد سنالر بسن Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge durdu salavatlar yetsin. Xudoy tabarak ve taoloni mübarek ayda bu ulug' mübarek gün Sayyidil Ayyam Hajjul Masakin bo'lgan ulug' mübarek Juma kuni barchalarimizga muboraklik bo'lsin. Xudoy tabarak ve taolo ibodatlarimizni qabul aylasin, duolarimizni Parvardigor o'zi ijobat aylasin. Bugungi ma'ruzamiz mana hozir bahor fasli kelib, mana bu Navro'zlarni o'tkazilib, mana shunday bir bizda odat bo'lgan yoshlarni tirikchilik deb o'zga boshqa yurtlarga borib, musofir yurtlarga borib, shu bola chaqa boqaman deb rizq istab, mana buni harakatida yurishliklarini va qaysi holatda o'sha yerda yurishlik, musofir yurtlardagi yurishlikni, musofirlikni odoblari mana bu haqida ko'p so'ralayotganligi uchun shu 1-2-3 jumani inshaalloh mana shu yoshlarimizni yoki yurtimizdagi shu chet davlatlarga borib o'sha yerda bir istiqomat qilib, o'sha yerda tirikchilik qiladiganlar uchun bir odobi safarlar to'g'risida omonat tariqasida yetkazamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rojim Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqulloha innalloha xabirun bima ta'malun. Sadaqallohul azim. Ey Alloh taoloni borligiga, birligiga iymon keltirgan mo'min bandalar, o'sha Allohdan har qayerda, uylaringda bo'lsa ham, boshqa musofir yurtda bo'lsa ham, odamlar bor yerda ham, hech kim yo'q yerda ham o'sha Parvardigordan qo'rqinglar. Val tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ertangi kun uchun nima ish qilayotganlaringga bir qarab qo'yinglar. Parvardigor marhamat qiladi. Ertangi kunga yo'inki bo'lmasam bu dunyodagi ertangi kunlik deymiz, kelajagimiz deymiz, yo bo'lmasam qiyomat kuni uchun, oxiratimiz uchun, yo dunyoligimiz uchun o'sha yurtni tashlab boshqa yerga ketib ishlayapsiz, tirikchilik qilinyapti. Mana shu ertalik kunga nima qilyapsiz? Oxiratingizga yo dunyoligingizga nima foyda kirgizyapsiz? Mana bunga bir nazar qilinglar deydi Xudoy taolo. Yana Alloh vattaqulloh deb Allohdan qo'rqinglar deb Xudoy taolo yana takror marhamat qilib innalloha xabirun bima ta'malun. Albatta Alloh taolo nima qaysi yerda nima ish qilayotganlarini Xudoy taborak va taolo xabardor bilib turadi. Chunki ba'zi bir odamlar o'zini yurtida tanish bilish, qarindosh urug' oilasi oldida bir chiroyli shariatga muvofiq yashaydi-yu, lekin musofir yurtlarga borgan paytda u yerda na bir tanish bor, bilish bor, yot joyga borganda mana endi hech kim tanimaydi degan o'y bilan, fikr bilan bir gunohlarga sho'ng'ib ketadi. Mana shuni Xudoy taolo yurtingdamisan yo musofir yurtdamisan, nima ish qilayotganligingni o'ylangin, qaragin. Alloh taolo qaysi yerda bo'lsalaring ham bilib turadi deb Parvardigor Qur'oni Karimda ogohlantiradi. Boshqa bir oyat karimada Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ey iymon keltirgan mo'min bandalar, Allohdan qo'rqinglar. Har qayerda Allohdan qo'rqinglar. Va qulu qawlan sadida va doim bir yaxshi so'zlarni gapiringlar. Odamlarga yaxshi so'zlarni gapiringlar. Bu yaxshi so'zni gapirishlik na musulmon bo'lsin, na g'ayri din bo'lsin, na yahudi bo'lsin, yo nasoro bo'lsin, qaysi yurtda bo'lsangiz ham odamlar bilan muomala qilganlaringda yaxshi so'z bilan gaplashinglar. Endi buni Xudoy taolo iymon keltirgan mu'minlarga aytayaptiki, ey mu'minlar, sizlar yaxshi so'z bilan gaplashinglar. Xossatan o'sha musofir yurtlarga,
g'ayri dinlar yurtiga borib tirikchilik qilayotganlar shunda bir o'sha ahli g'ayri dinlarga yoki boshqa din ahllariga bir yaxshi chiroyli so'z bilan so'zlashsinki, o'shalar bu musulmon shunday bir yaxshi gapirar ekan deb shu islomni havas qilsin, musulmonlarni havas qilsin. Endi yaxshi so'z bilan gaplashsa nima bo'ladi? Buni Alloh taolo javobida yuslih lakum a'malakum. Alloh taolo ishlaringni isloh qilib qo'yadi. Ishlaringni qilayotgan ishlaringni yengil qiladi. Mana bir o'risni yo xristian dini ahlini birini qo'lida ishlayotgan musulmon o'sha xristian ahliga bir yaxshi so'zda islomga muvofiq muomala qilgan bo'lsa, o'sha xristian dinidagi odamni Alloh taolo qalbini mumkin o'shanga yumshoq qilib qo'yar. Yoki unga bir yaxshi bir muomala qiladigan, yoki yaxshiroq haq to'laydigan qilib qo'yar. Mana bu yaxshi so'zning bir foydasi. Yoki bo'lmasam Alloh taolo ishlaringni yengil qiladi. Va yaghfir lakum zunubakum va Xudoy taolo o'sha yaxshi so'z gapirsalaring gunohlaringni kechiradi. Va man yuti'illaha va rasulahu, kimki Allohga va payg'ambariga qaysi yerda bo'lsa ham itoat qilsa, musofir bo'lsa ham o'sha navqatdagi Xudo Rossiyada ham bor deb turib, navqatdagi namozini o'sha Rossiyada ham o'qisa, Alloh menga buyurgan deb. Va rasulahu va payg'ambarga itoat qilib, o'zini yurtida nimaki Rasulullohning sunnatlarini amal qilib yurgan bo'lsa, o'sha boshqa yurtda ham o'sha Rasulullohning sunnatlarini to'xtatmay ado qilayotgan bo'lsa, faqad faza fawzan azima, eng ulug' mukofotning egasi, sovrindori o'sha odam deb Xudoy taolo maqtaydi. Qur'oni Karimda eng qisqa sura va lekin ma'nosi eng ulug' bo'lgan, barchamiz bilamiz, Val Asr surasi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis sharifda agar Val Asr surasidan boshqa Qur'ondagi 113 ta sura nozil bo'lmaganda ham Val Asr surasi Qur'onga 30 bora Qur'onga o'rniga o'taverar edi deydi. Ya'ni shunaqangi bir ma'nosi kuchli qisqa sura Val Asr, asrga Xudoy taolo, ya'ni 100 yil bir asr deyiladi. Mana bu asrga Alloh taolo qasam ichyapti. Yoki bu asr asr namoziga, eng qisqa vaqtda o'tib ketadigan, vaqti ziq bo'lgan asr namoziga. Lekin ko'p ulamolar asrda 100 yil dedi. Vaqtga bu asr nima? Sizni bizni umrimiz, hayotimiz, soat, oy, kun, yilimiz mana bu asr. Xudoy taolo bizni umrimizga qasam ichyapti. Lekin qasamni tushunib olaylikki, Alloh taolo odam qasam ichganda Qur'onga odamlar uchun eng zarur bo'lgan, ogohlanadigan, o'ylanadigan narsalarga e'tibor bersin deb turib Alloh taolo shunday narsalarga, Alloh fajrga qasam ichdi, asrga qasam ichdi, mana shunday narsalarga qasam ichadi. Lekin siz va biz insonlar Allohning nomidan bo'lay narsaga qasam ichishligimiz joiz emas. Allohning nomidan bo'lay qasam bu islomda mumkin emas. Pichoq bo'ladimi, non bo'ladimi, hatto Qur'on bo'ladimi? Misol ba'zi bir ishlarda, tortishmovchiliklarda odamlar o'rtaga Qur'onni qo'yib, Qur'on ushlatib, yo qiblaga qaratib, mana bu narsalar islomga umuman yot narsalardan. Mana shularga e'tibor beraylik. Pichoq, non yoki men dasturxon ustida turibman yoki Qur'onga qo'lini qo'yishlik, mana bu narsalar hammasi bu shirk. Bu birortasi qasamga kirmaydi. Qasam musulmonlarda faqat Alloh nomidan, vallohi, billahi, tallohi 3 ta ism bilangina qasam ichiladi. Boshqa narsalar qasamga kirmaydi. Boshqa narsaga qasam ichishlik Alloh taolo qasam ichgan. Qasamlardan bittasi mana Val Asr surasida Alloh 100 yilga qasam ichyapti. Qasam ichaman dedi Alloh taolo, innal insana lafi xusr, albatta har bir odam, har bir inson, hammamiz xusronda, ya'ni ziyonda. Hamma insonlar ziyonkor. O'ziga ziyon qiladi dedi. Endi shulardan Alloh taolo 4 tasini ajratdi. Faqatgina illallazina amanu va amilus solihat. Faqatgina kim Allohga iymon keltirsagina o'shalar va yaxshi amal qilganlar, o'shalargina ziyonda emas. Illallazina amanu, iymon keltirganlargina ziyonda emas deganligini payg'ambarimiz alayhisalom al-imanu biz'un va sab'una shu'batun. Iymonni 70 dan ortiq, ba'zi bir hadisda 60 dan ortiq shoxi bor iymonda. Iymon go'yo bitta daraxt bo'lsa, qalbimizdagi iymon. Shuni 70 dan ortiq shoxi bor. Shoxini eng kattasi, eng
yo'g'on shohi nima edi? La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Va shohlarining ichida 70 nechta shoxning ichida eng kichkinasi bo'lsa, eng ingichkasi ko'chada turgan odamlarga yoki hayvonotga yoki miniladigan markablarga ziyon qiladigan toshmidi, simmidi, aynay sinig'imi shunga o'xshash narsalarni yo'ldan chekkaga olib qo'yishlik iymonning shohlaridan eng oxirgisi kichkinasi dedi. Mana buni iymon dedi. Demak, Alloh taolo Al-Asr surasida hamma odam ziyon ko'radi, ziyonda. Lekin kim iymon keltirsagina ziyonda emas dedi. Iymon nima desa, iymon deganini payg'ambarimiz shu masjidda ibodat qilishlik, to'xtamay namoz o'qishlik demadi. Payg'ambarimiz iymonda eng kattasi la ilaha illalloh bo'lsa, bitta 70-nechinchi shohini odamlarga ziyon qiladigan ko'chadagi narsani olib qo'yishlik ham iymon dedi. Endi bir musulmon ko'chada ketyapti, yo'lda odamlarga yo hayvonga yo markabga ziyon qiladigan yo'lda bir narsa turgan bo'lsa, shuni yo'lni chekkasiga olib qo'yayotgan paytda bismillah la ilaha illalloh deb olib qo'ygan bo'lsa, yo la ilaha illalloh deb turib olib qo'ygan bo'lsa, o'sha odam iymonda 70 nechta shoxini hammasini egallabdi. Chunki boshlanishli la ilaha illallohda oxiri ko'chadagi bir yomon narsani olib qo'yishlik. Ashi narsani olayotgan paytda la ilaha illalloh deb yo bismillah la ilaha illalloh deb olgan bo'lsa, yo yo'l chekkasiga shuna bir oyog'ida turtib chekkaga chiqarib qo'ygan bo'lsa, iymonda egasi o'sha kishi bo'pti dedi. Shuni iymon dedi. Boshqa bir hadisda at-tuhuru shatrul iymon, payg'ambarimiz alayhissalom iymon nima deganda, iymonni eng bitta katta sharti bu poklik dedi. Odamning pok yurishligi, yurtida ham, musofir yurtda ham pokiza holatda, g'usul degan narsaga e'tibor bergan holatda yurishlik. Xosatan o'sha dunyo ishi bilan ishlayotgan odam pokiza bo'lishligi, rizq istab va tahoratli holatda yurishligi, namozini tashlamaslik, mana bu pokizalikni iymon dedi payg'ambarimiz alayhisalom. Va yana bitta iymonni innama bu'istu li utammimal axloq, payg'ambarimiz alayhisalom aytadi, men payg'ambar bo'lib, nima uchun payg'ambar bo'lib keldim? Qur'onni olib kelishligim, meni payg'ambar bo'lishligim sizlarga axloq, odob axloqni o'rganishlik uchun keldim dedi. Demak, iymon, odob, axloq ham bu iymon dedi payg'ambarimiz alayhisalom. Yaxshi bilaylikki, hamma odamlar ziyonda, innal insana val asr innal insana lafi xusr, faqatgina illallazina amanu, kim iymon keltirsagina o'shalar ziyonda emas dedi. Demak, ziyon ko'rmaslik uchun, bu dunyomiz ham oxiratda ziyon ko'rmaslik uchun nima? Eng birinchisi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimamizni aytishlik va o'shanga sobiq yashashlik. Va yana bittasi pokiza yurishlik, yana bittasi odob axloqli bo'lishlik ekan. Endi xosatan o'sha boshqa din yurtlarda, xosatan boshqa din ahllarining yurtlarida, xristianlar mamlakatida yo yahudiylar mamlakatida ishlayotgan odam, tirikchilik qilayotgan odam albatta nima, o'sha payg'ambarimiz aytgan iymonning eng kattalaridan bo'lgan odob axloq bilan ibrat bo'lishi kerak. Odamlar ko'rib turib, g'ayri dinlar ko'rib, musulmon, manaqa musulmon degani shu ekan-da deb musulmondan ibrat olishlik kerak ekan. Xosatan hozirgi kunda musulmonlar bir yomon ismlar bilan ismlanib, musulmonlar terrorchi, musulmonlar mana shunaqangi bir qalbi qattiq degan mahalda, fitna ko'paygan mahalda musulmonsiz bizlar g'ayri dinlarga bir pokizalik bilan, g'ayri dinlarga bir odob axloqimiz bilan ibrat bo'lishimiz kerak ekan. Musulmon bir kattagina hurmat qilib, kichikni izzat qilishligi bilan ibrat bo'lishi kerak. Yoki musulmon o'sha pokizalik bilan, musulmon o'sha yurtlarda, g'ayri dinlar yurtida tarozidan urmasligi bilan, bozorlarda odamlarni aldamasligi bilan, birovni haqqini yemasligi bilan boshqa din ahllariga ibrat bo'ladi. Agar bozorga borgan bo'lsak, qaysi bozorga kelgan bo'lsak, qaysi mevani sotilayotganini ko'rsak, o'sha mevani yaxshiroq pishgan, chiroyliroq tarafini odamlar o'sha xaridorlar oladigan joyga xaridorlarning ko'ziga ko'rsatib qo'yiladi. Nimaga? O'sha odamlarga o'zini tortsin, xaridorlarni o'ziga jalb qilsin deb turib. Musulmon ham xuddi shunday bo'lishi kerakki,
musulmonman deb turib tilida kalimani aytib qo'yib, o'sha g'ayri din ichgan harom narsani ichib, g'ayri din yeyotgan harom to'ng'izni yeyishligi bu musulmonlik emas. Musulmon o'sha go'yo bozordagi olmani qip-qizil tarafini tashqariga qo'yganini singari odamlarga o'sha musulmonligini ko'rsatish kerak. Boshqa din ahllari ko'rib, musulmon mana shunaqa bo'lar ekan, musulmon shunaqa pokiza bo'lar ekan deb shunga bir havas qiladigan bo'lishi kerak. Biz xosatan shu Rossiya davlatiga borayotganlar borishligi, o'sha yerda ishlashligi, yaxshi topayotgan foydasini faqat pul mol bilan hisob qilib qolmasdan bir o'zicha o'ylab ko'rishlik kerakki, shuncha yil yurib qaysi bir xristian dinidagi odamga islomni targ'ib qildim. Yoki o'ylang birorta xristian dinidagi odamni musulmon qilib qo'ygan bo'lishligingiz, yoki musulmonman deb yurgan benamoz odamga namoz o'qishlikni o'rgatib qo'yishlik, dinni tushuntirishlik, yo o'sha yerda birovlarning oldin haqqini yeb yurgan odamlarga o'shani haromligini o'rgatib qo'yishlik, mana bu Alloh taolo aytgan hamma inson ziyonda, faqatgina iymon keltirganlar ziyonda emas degan o'sha iymon mana bu narsa bo'ladi. Agar bir bankada asal bo'lgan bo'lsa, uni tashqarisiga hidi chiqib turadi yo tashqarisida ham asalni ta'mi kelib turadi bankada asal. Endi bir bankada uksiz bo'lgan bo'lsa, uni achchig'i, sarsig'i, hidi tashqariga ham chiqib turadi. Musulmon ham xuddi shunday bo'lishi kerakki, qalbida iymoni bo'lsa, o'sha tashqarisiga ham asalligi, ichidagi iymoni borligi tashqarisida hayotda yashayotganda ham qaysi yurtda bo'lsa ham bilinib turishi kerak. O'sha g'ayridinlar yurtiga borgandan keyin o'zini g'ayridinlarga o'xshatib olib, ulardan hech qanday farqi yo'q yashashlik, bu munofiqning ishi bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz alayhissalom hadis sharifda aytadi: "Arba'un man asabahunna faqat jama'a bayna ibratud dunya wal akhirah." To'rtta narsa bor dedi. Kimki to'rtta narsani ushlagan bo'lsa, to'rtta narsani egallagan bo'lsa dedi Payg'ambarimiz alayhissalom, dunyo oxiratdagi yaxshilikni egallab tutdi dedi. Hammamiz xohlaymiz dunyo va oxiratdagi eng yaxshilikni egallashlikni, to'g'rimi? Demak, o'sha to'rtta narsa nima? Dunyoda ham oxiratdagi ham eng yaxshilikni egallashlik nima edi? Bulardan birinchisini Payg'ambarimiz alayhissalom man ruziqa qalban shakron. Kimki qalbi Xudoning bergan rizqiga shukr qiluvchi bo'lsa, rizqiga shukr qilayotgan bo'lsa, o'sha musofir yurtda yurgan paytda kuniga topayotgan, oylab topayotgan narsasini boriga haloldan kelayotganiga shukr qilgan bo'lsa. Endi shuni ko'paytirish maqsadida harom yo'llarga tarozidan urishli odam aldashlik yo'liga o'tmaydigan bo'lsa, mana shu odam endi boriga shukr qilib tirikchilik qilayotgan odam dunyodagi oxiratdagi yaxshilikni egallabdi deydi. Ikkinchisi valisanan zakiron, tili zikrda bo'lgan bo'lsa, g'ayri dinlarda yurtida yashayapti, o'shalarning ichida yurib ishlaysa ham tili zikrda, Xudoni eshitishdan chiqarmaydi, namozini o'qiydi, Alloh taoloni doim zikr qilib, eslab topayotgan rizqini Xudo beryapti deb turib eslab yurgan bo'lsa, mana shu odam ham dunyo oxiratdagi ichidagi eng yaxshiliklarni egallabdi. Uchinchisi va badanan alal bala'i sabiron. Uchinchisi bo'lsa, badani Xudo tomonidan kelayotgan balolarga, qiyinchiliklarga sabrli bo'lgan bo'lsa. Albatta, musofir yurtda ishlayotgan odam bir osonlik bilan, yengillik bilan ishlamaydi, qancha qiyinchiliklarni ko'radi, issiq sovuq bo'ladi. Mana shu paytda issiq sovuqqa badani sabr qilgan bo'lsa, yo bo'lmasam o'sha yerlarda tahorat qilishlik qiyin bo'lib qoladi, yo kiyim almashtirishlik malol kelib qoladi. Shu paytlarda ham shunga sabr qilib turib ibodatini qo'ymagan bo'lsa, sovuq suvda ham ish bo'lsa tahoratini qilgan bo'lsa, mana shunday bir yo'llarda ham namozini tashlamagan bo'lsa, qasr holatda bo'lsa ham o'qisa, tayammum qilib bo'lsa ham o'qigan bo'lsa, o'sha odam endi uyida yurtida o'qigan odamning namoziga uni namozi tengmas, tenglasholmaydi hech qachon. Shu odam qiyinchilikdagi o'qigan 2 rakat namozi dunyo va oxiratdagi eng yaxshiliklarning ichidagi katta yaxshilik shu dedi Payg'ambarimiz. To'rtinchisi vazalgatan tu'inu ala amrihi din va dunya. To'rtinchisi ahli ayoli, xotini, bola chaqasi din ishiga va dunyolik ishiga unga itoat qilgan holatda bo'lsa, yashasa. Tashabki erkak kishi Rossiyaga shu tirikchilik deb bola chaqamni, ahli ayolimni yediray, ichiray,
ota-onamni boqay, qoray, hajga jo'natay degan niyatlardan ketgan erkak kishini ahli ayoli birinchi din ishida unga itoat qiladigan bo'lsa dedi. Ya'ni ketayotgan paytda yo o'sha yerda turib gaplashgan paytda erkak kishi buyuradigan ishi nima bo'lish kerak desa, din ishi bo'lish kerak ekan birinchisi. Ya'ni ahli ayoliga din ishini boshi nima edi? Namoz o'qishligini so'rashi. Namoz o'qiyapsanmi dedi. Ahli ayoli erkak u yerda ishlayotgan bo'lsa, xotini bu yerda namoz o'qib turgan bo'lsa, payg'ambarimiz alayhisolamning hadisi bor. Qaysiki ayol namoz o'qisa-yu, namoz o'qimasa emas, namoz o'qisa, namozidan keyin duosida erini haqqiga duo qilmagan bo'lsa, Alloh namozini qabul qilmaydi ayol kishi. Mana bu narsani erkak kishi xotinlariga aytish kerak ekan. Har namozingda menga duo qilmasang, Xudo namozingni qabul qilmaydi deb mana bu narsani o'rgatish kerak. Nima uchun eriga xotin kishi duo qilish kerak desa, chunki ayol kishining xotin kishining duosi Xudoga tezroq yetadi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom din ishida dedi birinchisi. Musofir yurtda yurgan odamni ahli xotini din ishida itoatli bo'lsa, namozlarida erini topayotgan rizqini haloldan topishligini, topayotgan rizqiga baraka, salomatligi, mana bu narsalarni ahli ayoli uyda o'tirib topib kelganini sarflab har qayerga isrof qilmasdan shu haqqiga duo qilib, namozlarda duo qilib turishligi kerak. Bu narsani kim o'sha erkak kishi ahli ayoliga ketyapti ham o'sha yerda ham eslatib turishligi va dunyoligi, yurish turishligi, qaysi holatda yuribdi, qaysi holatda yashayapti, mana bu narsalarga ustidan ham erkak kishi tashvish qilib turishligi dunyodagi va oxiratdagi yaxshiliklarning ustida eng yaxshiligi. Payg'ambarimiz alayhisalom yoshlikni 40 yoshgacha degan payg'ambarimiz. Yoshlik 40 yoshgacha. Mani ummatimning umri 60 bilan 70 ta orasida degan hadis sharif bor. Endi 60 bilan 70 bo'lsa, shuni 40 yoshgacha 40 yoshgachalikni yoshlik dedi. Odamning umri shunda qisqa ekanki, bir odam 60 yoshga kiradigan bo'lsa, kuniga agar 8 soatdan uxlaydigan bo'lsa, bir kunda 24 soat bo'lsa, 60 yoshdagi odam umrining 3dan 1ini uyqu bilan o'tkazadi. 20 yil umri 60 yoshga kirgan odam 20 yil umri faqat uyqu bilan o'tadi. Inson masalan 60 yoshga kirgan odam 40 yosh o'sha yoshlik sari yashaydi xolos. Undan qolganini uyqu bilan, ya'ni yarim o'lim uyqu. Mana bu bilan o'tkazilar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolamning sahobalari aytganki, kimki 40 yoshga kirsa-yu, 40 yoshga kirgandan keyin yurtida bo'lsin, yo musofir yurtda bo'lsin, yaxshiliklarini ko'paytirishni boshlamasa, yomonlik ishlarini tashlashni boshlamagan bo'lsa, do'zaxga o'zini tayyorlasin degan sahobalar. 40 yoshdan keyin ham yaxshilikni harakatiga tushmagan bo'lsa, 40 yoshga yetgandan keyin ham musofir yurtlarga borib, harom narsalarni ichib yeb yurgan bo'lsa, yoki yaxshilikni boshlamagan bo'lsa, endi do'zaxga o'zini tayyorlasin degan payg'ambarimiz alayhisalom. Hadis qudusiyada Alloh taolo marhamat qiladi. Abdi kabbira sinnak va naha zahruk va zafa basaruk va shaba sha'nuk fastahi minni va ana astahi minnak. Alloh taolo aytar ekan, odam 40 ga kirganda, 40 yoshga kirganda aytar ekan, "Ey bandam, yoshing 40 ga kirdi. Yoshliging qolmadi, katta bo'lding endi." Xudo aytadi 40 yoshga kirgan odamga. Va naha zahruk, endi beling tolish, oyoqlaring tolish boshlandi. Vazofa basaruk, ko'zining nuri pasayishlik boshlandi. Va shaba shabuk, soch soqollaring oqarishligi boshlandi. 40 yoshga kelding. Fastahi minni, endi mendan uyatgin, Alloh aytadi. Mendan uyatgin, va ana astahi minka, men seni azoblashdan men ham uyataman deydi Alloh. 40 yoshga kirding, endi mendan uyatginki, gunohlarni qila olishlikka. Yoshing 40 ga yetdi. 40 yoshga kirgan yo 40 yoshdan o'tgan odam o'ylanaylikki, Alloh taolo aytar ekan, mendan uyatgin, va bandan men seni azoblashlikdan uyataman. Yoshing 40 ga yetdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan bir kun ko'chada o'tiruvdi. Bir kelishgan baquvvat bola ko'chadan o'tib qoldi. Shunda sahobalar qari bolaga qarab havas qilishgan ekan.
yo Rasululloh bir-birlariga aytib qolishdiki, mana shu bola dedi, shuncha bir quvvati bor ekan, qomat kelishgan, agar jihodga borgan bo'lsa, qanday bir yaxshi ishlarni qilib qanday savoblarni oladi dedi. Bularni noto'g'ri tushunchasini payg'ambarimiz alayhisalom eshitib turib, ularning tushunchasini to'g'rilab aytdiki, agar shu bola ketayotgan bola dedi, ota-enamga bir yaxshilik qilayin, bir yaxshi kiyim olib berayin, yaxshi yedirayin deb ketayotgan bo'lsa, o'sha bola jihodga ketyapti, jihod dedi. Agar mana shu bola shu ketishlikda dedi, xotin bola chaqamni birodan kam qilmayin, yaxshi yedirib ichirayin deb ketayotgan bo'lsa, mana shu bola jihod kattasini qilyapti dedi. Demak, mana bu hadisdan bilgan bo'lsak, bizni yurtimizdan shu ota-enamni, bola chaqamni deb turib, boshqa yurtga musofir bo'lib ketayotgan odam bilsinki, qadami bosib ketgan qadami Xudo yo'lida. Jihod degani shahidlik eng katta savob, jannatga hisobsiz kiradigan, hisob kitob ko'rmaydigan, sirot ko'prigini ko'rmaydigan shahidlar bor. O'shalarni holatida o'sha yurt boshqa yurtga ketayotgan bo'ladi. Bola chaqamni deb turib ketayotgan bo'lsa. Agar niyati o'sha bo'lsa, uydan qutuldim, bola chaqamdan o'zaro o'sha yerda xohlagan gunohimni qilaman deb ketayotgan bo'lsa, niyatida shu bo'lsa, u savob yo'q. Payg'ambarimiz aytdiki, agar shu bola dedi, shu ketishligida bir halol rizq topayin deb turib kelgan niyatda ketayotgan bo'lsa, mana bu bola dedi, eng katta bir jihodga ketyapti deb payg'ambarimiz marhamat qildi. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun ko'chada ketyapti, sahobalardan birlari yosh sahobani qo'lini berib ko'chada ko'rishib qoldi. Payg'ambarimizga qo'lini berganda, qo'lini ko'rishganda u yosh sahoba kim? Payg'ambarimiz alayhisolamning eng yaqin sahobalaridan, eng olim sahobasidan bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu edi. Payg'ambarimizga assalomu alaykum deb qo'lini berib ko'rishuvdi, qo'lini ichi qovarib ketgan edi. Ketmon chopib yoki bir og'ir ish qilganligidan qo'lini ichi qovarganligi payg'ambarimizning yumshoq qo'llariga tegib bilindi. Shunda payg'ambarimiz hali qo'llariga qarab turib aytdiki, "Ey Abdulloh ibn Mas'ud" dedi. "Haza yadaka yuhibbuhullohu va rasuluhu." Bilasanmi, mana shu yarilgan, mana shu qovargan qo'lingni Xudo shu qo'lni yaxshi ko'radi va payg'ambar ham mana shu qo'lni yaxshi ko'radi dedi. Ya'ni Allohga qo'llarning ichida eng yaxshisi dunyo ishi deb turib, halol rizq deb turib, qiynalib turib, qo'l yarilib, qovarib turib ishlagan qo'l Xudoga eng yaqin, yaxshi ko'riladigan qo'l o'sha qo'l dedi. Ey Ibn Mas'ud, mana shu qo'ling ogoh bo'lginki dedi, mana shu qo'ling dedi, jahannamda, do'zaxda kuymaydi dedi. Ya'ni shundan bilamizki, o'sha musofir yurtga borgan odamni ko'cha supuradimi, og'ir loy ish qiladimi, bu kasb halol kasbda hech qanday bir uyati yo'q. Agarki o'sha halol bo'lgan bo'lsa, bir hattoki payg'ambarimiz alayhisalom mana bu hadisda nima qo'llari qovarishligini Allohga eng yoqadigan qo'l. O'sha qovargan qo'llar bilan endi bir duo qilsa, ibodat qilgan bo'lsa, Alloh taolo o'sha yerda yurtidagi bemalollik holatida ibodatda qabul qilmaydi. Ziyoda bir ajr savob bilan endi qabul qiladi. Hattoki duosi tez ijobat bo'ladi bu yerda. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom salasu da'vatul mustajabat la shakka fihin al-da'vatul mazlum va da'vatul musafir va da'vatul valid ala waladihi degan. 3 odamning duosi bor. 3 xil odam qayerda duo qilgan bo'lsa, hech qanday to'siqsiz duo qilishligi bilan ijobat bo'ladi. Ular kim desa, birinchi mazlum odam, zulmdagi odam. Endi musofirlikda ham musulmon odam g'ayri dinli yurtida mazlum hisoblanadi. Kofir mamlakatida yurgan musulmon odam o'sha yerda mazlum, ularning qo'lida mazlum zulm ko'rganki, yurtda bir odamlardan yo boshqalardan bir zulmda yashayotgan odam. U til bilan bo'lsin, gap bilan bo'lsin yoki amalda bo'lsin, zulmda yashayotgan odam, zulm ko'rgan, qiynalgan odam Xudoga qiynalib ketib turib, nola qilib, "Ey Xudo" deb turib, nimaki Xudodan duo qilgan bo'lsa, mazlumning duosini Xudo o'sha paytda ijobat qiladi. Shuning uchun mazlumning duosidan qo'rqishligimiz kerak. Yetimning duosidan qo'rqishligimiz kerak. U qo'l ochib duo qilish shart emas, ko'niga olishligi o'sha duo bo'ladi. Ikkinchisi,
shak shubhasiz ijobat bo'ladigan duo musofirning duosi dedi. Demak, yurtdagi duo bilan musofirlikdagi duo bir xil emas ekan. O'sha g'ayridin bo'lib ham musulmon yurtmas, g'ayridinlarning yurtiga borib turib, qo'llar qovargan holatda bola chaqa rizq topaman deb turib duo qilingan bo'lsa, Alloh taolo o'sha yerda nimaki duo qilgan bo'lsa, duoingizni ijobat qilar ekan. Uchinchisi bo'lsa, vadavatul validu ala valadi, bu yerda qolgan ota-onani bola chaqasiga eslab turib duo qilishligi. Faqatgina duosi shu ko'proq topishligini emas, eng birinchi ota-ona mana shu yerda qolganlar ham duo qilishdan nima deb duo qilishligimiz kerak. Birinchi ularga iymonini so'rashligimiz. Yoki gaplashganimizda namoz niyozini ibodatda yuryaptimi, o'sha holatlarini so'rashligimiz. Salomatligini haqqiga duo qilishligimiz, biz nima mas'ul ekanmiz. Chunki ota-ona o'sha musofir yurtda yurgan bolasiga duo qilgan bo'lsa, ota-onaning duosi ham ijobat ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom boshqa bir hadisda manbata kalla min talabil halal bata ma'furallahu degan. Kimki bir gunohda aytayapti Payg'ambarimiz alayhisalom, ba'zi bir gunohlar bor, uni namoz o'qib turib yuvib bo'lmaydi. Ro'za bilan ham yuvib kechirilmaydi, yo zakot bilan yo haj bilan. Ba'zi bir gunoh bor deydi, u gunoh nima edi desa, o'zini yurtini, uyini, bola chaqasini tashlab musofir yurtga ketadi, tirikchilikda shu bola chaqam birodan kam bo'lmasin, yedirayin, ichirayin, ota-onamga qorayin deb turib, musofir yerga ketib turib, o'sha yerda kechgacha ishlab, kechqurun charchab kelib, og'zi ochilib uxlab qolgan bo'lsa, Alloh taolo ertaman uyg'onguncha gunohlarini kechiradi. Namoz o'qisa emas kechasidan, yo bir zikr aytib chiqmaydi, charchab kelgan, mana shu qo'l osmonda uxlab qolgan bo'lsa, Alloh taolo tonggacha gunohlarini kechirib yuboradi. Bu kimmi desa, sharti talabul halol, haloldan rizq talab qilaman deb turib, niyat qilib ketib, o'sha yerda halol rizq harakatida yurgan odamni Alloh taolo har kun kechasi uxlashini ertaman gunohlarini kechirib yuboradi. Gunohi yo'q holatda endi duo qilsa, endi ibodat qilgan bo'lsa, Alloh taolo tezroq ijobat qiladi. Va yana o'sha yerdagi ehtiyot bo'linadigan narsalardan eng bittasi isrofdan ehtiyot bo'lishlik. Xudo o'sha yerda berayotgan rizqni haloldan topdingizmi, halolga sarflashlik. Chunki Alloh taolo Qur'onda kulu vashrabu va la tusrifu, yeylar va ichringlar, oshga isrof qilmanglar. O'sha yerga borib cho'ntakka pul tushgandan keyin o'sha o'zimizdagi maqollar ko'rmaganda ko'rgani bo'lsin deb shu topgan pulini ota-onani esdan chiqarib, bola chaqani esdan chiqarib turib, o'sha yerda harom o'yinlarga sarflab olishlik yoki har qanday bir o'tirishliklarni uyushtirishlik yoki harom narsalarni yeb ichishlik, topgan pulingga mana shunaqangi bir o'ylab o'sha yerda hattoki olib chegayotgan sigaret nosini ham pulini shuni uyga jo'natsam, mana shunga bola chaqam ikkita non yeydi degan narsani qilishlik, ayniqsa o'sha musofir yurtda mana bu narsani Payg'ambarimiz alayhisalom hadis shariflarida ogohlantirgan. Chunki Alloh taolo kimni yaxshi ko'rmaydi desak, albatta Alloh la yuhibbul musrifin, isrof qiluvchini yaxshi ko'rmaydi. Boshqa oyatda innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin degan oyat ham bor. Kim isrof qiluvchi bo'lsa, uyidami, musofirlikdami, u shaytonlarga birodar bo'ladi. Shayton bilan ko'p bo'ladi. Endi yana bitta o'sha yerda musofirlikka chiqadigan odam o'zini iffatini, uyat or-nomusini, xosatan musulmon odam o'zini o'sha yerda saqlab yurish kerak. Haromdan, zinodan, birovning haqqidan o'sha yerda saqlashligi kerak. Hattoki boshqa din ahli ko'rib musulmon shunday bo'ladigan bo'lsa, men musulmon bo'layin deb unga ergashib musulmon. Agar bitta xristianni musulmon diniga kirgizib qo'ygan bo'lsangiz, bu sizning dunyo oxiratdagi baxtingiz. O'sha odam iymonga kirib, qancha yil yashab, nima amal qilgan bo'lsa, o'shani hamma amalining savobi sizga ham yozilib turadi. Ikkita odam qatorida yurasiz. Lekin hozirgi paytda ming afsus musulmonlarni ko'rib turib, u yerda g'ayridinlar ba'zi bir musulmonlardan nima uchun sen boshqa musulmonlarga o'xshash musulmon emassan, bizdan farqing yo'q deydigan holatga kelib qoldi. Payg'ambarimiz alayhisalom iffu taifu nisaikum degan. Va erkaklar o'zlarini musofir yurtda or-nomuslarini saqlab yuringlar, uylaringdagi xotinlaringdan iffatli bo'lib turadi. Bu dunyoda har bir narsa hisob-kitobli. Man xadima xudima degan, nima qilsang ko'rasan degan. Musofir yurtda yurib, nima gunoh ishga qadam qo'yapsizmi? Har bir narsani bu dunyoda javobi bor, uyingizdan javobini ola olasiz.
Shuning uchun kim musofir yurtda harom yo'ldan o'zini saqlab yurgan bo'lsa, uyida o'tirgan xotini iffatli o'tiradi, o'zini saqlaydi. Kim o'sha yerda yomon yurgan bo'lsa, bilsinki, ahli bu yerda unga xiyonat qilayotgan bo'ladi. Ikkinchisi bo'lsa, barrun abaukum tabarrau abnaukum. Otalaringga yaxshilik qilinglar. Bolalaringdan yaxshilik ko'rasizlar deb Payg'ambar. Hozirgi ko'p so'ralayotgan nimalar savollarda mana shu Rossiyaga ketayotganlar pul topib turib, otamni esdan chiqarib qo'yishlik, otaga telefon qilmaslik, telefon qilishlik faqat pul bilan emas, haqqiga duo so'rab turib, otaga telefon qilishlik kerak ekan. Otaga yaxshilik qilishlik, topayotgan narsasini otaga berishlik yoki otadan so'rashlik, nima ish qilishlik, onadan emas. Shuni payg'ambarimiz aytdiki, barru abaukum, otangga yaxshilik qilgin. Hisob kitobda bir ish qiladigan bo'lsa, uy qiladigan bo'lsa, maslahatni otang bilan qilgin. Tabarrau abnaakum, ertaga bolangdan o'sha yaxshilikni ko'rasan degan. Demak, musofirlikdagi yana bitta sizni bizga zarur bo'ladigan narsalardan bittasi iffatimizni, or-nomusimizni harom narsalardan saqlashligimiz va ota-onalarni o'sha yerda ham esdan chiqarmasdan ularning haqqiga duo qilib, ulardan duo talab bo'lib yo'qlab turishlik ham mana bu musulmonlarga eng zarur narsa ekan. Chunki siz va biz musulmonlarni payg'ambarimiz alayhisalom bir yomg'irga o'xshatgan. Qayerga yoqqan bo'lsa, o'sha yerda ko'kartiradi. Musulmon odam qayerga borgan bo'lsa, qaysi kofir yurtga borsa ham o'sha yerda bir musulmonligini ko'rsatish kerak, yomg'ir singari. Boshqa g'ayridin ahllari undan ibrat olishi kerak. Musulmon odam attorga o'xshaydi. Atir sotadigan odam. Undan biroz sotib olsa, faqatgina shirinli narsalarni sotib oladi. Sotmasa ham kelib ko'rib turib ketgan bo'lsa, qo'lidan yo hidi kelib qoladi atirda hidi. Siz bilan gaplashgan g'ayridin gaplashdimi? Dindan gaplashing, islomni tushuntiring. Musulmon manaqa bo'ladi deng va o'sha gapirishni faqat tilda emas, tashqi amalda ko'rsatingki, toshki sizga erishtirib bitta odam dinga muhabbat qilib qo'ygan bo'lsa, yo dinga kelgan bo'lsa, Alloh taolo bu dunyo va oxiratimizni obod qiladi. Inshaalloh mavzumizda keyingi jumalarda 2 juma mana shu musofirlar to'g'risida yetkazamiz. Vaqt bo'lib qoldi. Subhanallahi robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.